Bu dunyodagi har bir inson bitmas, tuganmas xazinalar manbai ekanligini bilarmidingiz? Men 7 yillik tajribam davomida shu narsaga amin bo'ldimki, bu dunyodagi har bir inson cheksiz xazinalar manbaidir. Ayrim insonlar bu manbadan foydalanib, ham ruhiy, ham moddiy muvaffaqiyatga erishadi. Ayrim insonlar esa bundan hatto xabari ham yo'q. Xo'sh, bu xazinalar manbaini ochish, rivojlantirish, ishga tushirish mumkinmi? Albatta mumkin. Biz sizga XVD tahlil orqali bu dunyodagi imkoniyatlaringiz manbasini ochishingizga, anglashingizga yordam beramiz. O'z xazinalaringiz manbasini ochishni xohlasangiz, kommentlarda XVD so'zini yozib qoldiring. Biz sizga aloqaga chiqamiz. Bu dunyodagi har bir inson bitmas, tuganmas xazinalar manbai ekanligini bilarmidingiz? Men 7 yillik tajribam davomida shu narsaga amin bo'ldimki, bu dunyodagi har bir inson cheksiz xazinalar manbaidir. Ayrim insonlar bu manbadan foydalanib, ham ruhiy, ham moddiy muvaffaqiyatga erishadi. Ayrim insonlar esa bundan hatto xabari ham yo'q. Xo'sh, bu xazinalar manbaini ochish, rivojlantirish, ishga tushirish mumkinmi? Albatta mumkin. Biz sizga XVD tahlil orqali bu dunyodagi imkoniyatlaringiz manbasini ochishingizga, anglashingizga yordam beramiz. O'z xazinalaringiz manbasini ochishni xohlasangiz, kommentlarda XVD so'zini yozib qoldiring. Biz sizga aloqaga chiqamiz.